Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizaga 73 marta kultivator keldi. Bu ustalar ochishgan, chochishgan mash tarafini o'zini shu bilan tuyulishamaganmi, nimadir qilishga men bilan ham mana ishlamay qo'yganini. Valaylanmoqda mana. Galovkani mana bunaqa holatda yechib olishgan. Vozdux stil, gulishtirlar o'zida qolib ketgan. Chala ustalar tomonidan qilinganmi? Xo'p. Bitta mayda judalarni olib kelishdi. Bular xudo xolasa ochib ko'rib bir chekkadan to'g'rilaymiz. Buni endi motor yechib olamiz razbor qilib. Bu xudo xolasa to'g'rilab beramiz. Buxoro maktabiniki ekan bu. O'shda kichkina joylarni rezalab yurishga olishgan o'xshaydi. Saralkalik motabloylar baquvvat. Bilasizlar hamma bu yaxshisi. Eng kichkinasi lekin bu saralkalik. Eng kichkinasi. Kelaverasizlar xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Hozircha bir ikkita motabloylar bor, mana yerda bor, u yerda bor. U suvdan asosda tashib ketishgan. Короче, bir chekkadan sekin asta qilaveramiz xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha manzilimiz aka-ukalar aytib qo'yay. Manzilni ko'p so'raysiz. Manzilni o'zi YouTube'larimda ham yozib qo'yganman. Baribir aytib o'tib ketaman. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xohlasanglar bunaqa motorlarni, mashina motorini o'zini mana bu yerdan trosini yechib qaranglar. Mana bu trosni yechib mana bu yerda mana 4 ta bolt, mana bu yerda 2 ta, u tarafida ham xuddi shunaqa joyda 2 ta bolt bor. Keyin bu yerda 6 ta bolti bor. Shunda yechib turib, mana buzilmagan holatda shundan vozdux stilini olib tashlab, gulishtirini olib tashlasanglar, BTS pochtadan jo'natsanglar ham bo'ladi, uzoqdan bo'lsa. Pochtalar son bo'lib qoldi hozir. Bu og'ir narsa emas-da. Og'ir bo'lsa ekan pochtadan aniqladi desangiz. Yengil, arzimagan pulga pochtada keladi bu narsa. Shunaqa jo'nataversanglar ham remont qilib beraveramiz qo'ldan kelgancha xudo xolasa. Shunaqa gaplar akalar. Endi buni xudo xolasa yechib olamiz. Polni motori yechib olib, to'g'irlab, yurg'izib berishga harakat qilamiz. Kelgan akalar, mana shunaqa motoblok, mototsikl, skuterlarni, mana bunaqa generatorlarni zapchastga sotib olamiz. Mana shunaqa motobloklar bormi, boshqalar bormi, mana hamma yoq motoblok zapchastga sotib olamiz. Motoblok, mototsikl, skuter, generator hammasini remont qilamiz. Shunaqalarni zapchastga sotib olaveramiz ham, zapchast hisobida. Shunaqalar qiziq joyi bo'lsa, xudo xolasa to'g'irlab kerak bo'lsa, to'g'irlab ham beramiz. Xudo xolasa shunaqa gaplar. Xo'p, xudo xolasa olib kelaverasizlar, buni endi razbor qilamiz, ochib, nimaga, kimga sabab deb dilza porshinlarni hammasiga ko'tarib, boshqatdan ko'rib, to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Ochamiz endi. Mana xudo xolasa ochib oldik. Yog'ini rangini qaranglar. Allambola rang kraska qo'shib qo'yganman, obbola. Ko'rsa zazori. Gilzada ham yeyilish bor. Endi egasidan so'raymiz. Bo'laveradi desa, shunga yig'ib beraveramiz. Yo'q desa, gilzasini yo remontniga rastoshka yo gilzasi alishadi. Sovuq bo'lishiga qaramay, mana xudo xolasa bu motoblokga ham yig'ib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha to'g'irlab porshin ko'lsa qildik. Shunga endi
Unaqa qildik. Porsche kulsani o'zini qo'yib, moylarni yangilab, fikradishlarni yangi qo'yib, to'g'irlab yurg'izib qo'ydik, xudo xolasa. Anchagina sovuq bugun havo. Qor yog'adi o'xshaydi, tumanlar bor. Tuman bor, mana bu yoqlarimizda ham havo bulut. Bugun juma kuni, haftani juma kuni. Bozor kun, dushanba bozor qor yog'adi degan, lekin bismillah. Xudo xolasa mana ishlatib qo'ydik. Ishlashi yaxshi, qo'ldan kelgancha bu yog'i. Shunaqa motobloklar bo'lsa, motorni o'zini jo'natsanglar bo'ladi. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida akalar. Toshkent viloyati Piskent tumani. Generatorlarni ham remont qilamiz. Bunaqa suv pompa 76 lik suv pompalarni remont qilamiz. Unaqa benzinlarni qiyshayib, egasiga kerak emas o'xshaydi. Yangi yildan oldin kelib remont qilib qo'yganman. Unisi o'shaqa universallarni, benzinliklarni remont qilamiz. Bunaqa sarg'akalarni ham remont qilamiz. Keyin nima bunaqa katta motorlarni remont qilamiz. O'tda Samarqanddan kelganlari ham bor. Motor o'zini jo'natsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar sel olib kelsanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. BTS pochtadan jo'natsanglar ham bo'ladi. Zapchastlari bor. Endi menda 100% emas, bor zapchast akalar. Kerak bo'lsa telefon qilasizlar, zapchast kerak desanglar, qo'ldan kelgancha xudo xolasa olib kelib beraveramiz. Xo'p, keyin bunaqa motobloklarni, mototsikl, kichkina motobloklarni, generatorlarni zapchastga olamiz. Zapchastga yotgan bo'lsa, bekorchi aniq yotgan bo'lsa, sotib yuboraman, kerak emas endi deydigan bo'lsanglar, shunaqa motobloklar, mototsikllar, generatorlarni sotib olamiz. Xudo xolasa, manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Jamol Usta deb yozsanglar, kanallarim, gruppalarim bor. Motobloklarni sotish, reklama qilish, video qilish kerak, reklama qilib bering desanglar, gruppamda, kanallarimda reklama qilib beraman, xudo xolasa. Reklama xizmatini ochganmiz. Bu yil endi 2026-yil. 2026-yilda birinchi motori bu. Remont qilganim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpisatsiya bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammaga.